Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Parvardigorimiz Alloh taologa hamd, berayotgan har bir ne'matlariga shukronalarimiz bo'lsin. Olib borayotgan dunyo ishlarimizni, olib borayotgan oxirat ishlarimizni Alloh taolo hammamizga bildirmasdan berayotgan ne'matlarini shukronasi bo'lishligini, bu ne'matlarni qadr qiymatini o'zini o'rniga qo'yish bo'lishligini nasib etsin. Shukr qiluvchi bandalarga beriladigan imtiyoz, rahmatlarini, barakotlarini, barcha yaxshiliklarini egalari bo'lishimizni Alloh taolo hammalarimizga, farzand zurriyotlarimizga nasib etsin. Eng samimiy, o'zimizga yoqadigan, bizni vujudimizni xursand qiladigan salomlarimizni, salovatlarimizni Rasulimiz, Habibimiz, ko'zlarimizni nuri, qalblarimizni quvonchi bo'lgan nomlarini eshitganimizda butun vujudimizga, qalbimizga xursandchilik keladigan, har ikki olamda u kishini shafoatlarini umid qiladiganmiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytamiz. Alloh taolo o'zini huzuridagi muattar, o'zini huzuridagi mukammal, o'zi rozi bo'ladigan salomlar, salovatlar bilan payg'ambarimiz ruh poklarini biz ummatlarning nomidan xushnud qilib, har ikki olamda eng ulug' ne'mat bo'lgan shafoatlariga loyiq ummatlardan bo'lishligimizni Alloh taolo hammalarimizga, farzand zurriyotlarimiz to qiyomat keladiganlariga, ahliyalarimiz, yaqinlarimiz, yer yuzidagi barcha kalimago'ylarga nasib etishligini Allohdan sidqi dildan so'raymiz. Bugun bu soat Safar oyini 3-kunlari ulug' juma kunida turibmiz. Alloh taolo bu kunda o'zidan alohida so'ramoqchi bo'lib turgan duolarimiz, tilaklarimiz bor, umidlarimiz bor, iltijolarimiz bor, muammolarimiz bor. Hammasini Allohdan so'rab, Alloh go'zal qilishligini, chiroyli qilishligini so'rab turibmiz, qalbimizdan o'tkazib, Alloh hammasini o'zi ro'yobga chiqarsin. Xayrli qilsin, barakali qilsin. Hayotimizga, xonadonimizga, yurtimizga barakotlarni, rahmatlarini ziyodasi bilan yog'dirishligini Allohdan sidqi dildan so'rab qolamiz. Xonadon ahillarimiz, oila a'zolarimiz bilan ahillikda, bir-birimizga bo'lgan mehr oqibatda, hamma havas qiladigan ittifoqchilikda, Allohning rahmatu barakotlarida bu hayot lazzatlaridan bahramand bo'lishligimizni Alloh hammalarimizga, farzandlarimiz, zurriyotlarimiz, yaqin qarindoshlarimiz hammalariga nasib etishligini Allohdan sidqi dildan so'raymiz. Duolarimiz ijobat bo'larkan, Alloh yurtimizni tinchligini, osoyishtaligini barqaror qilishligini so'raymiz. Yurtimizda olib borilayotgan barcha xayrli ishlar, farovonlik ishlar hammasiga Alloh rivoj berishligini, barakotlarini, rahmatlarini yog'dirishligini Allohdan sidqi dildan so'raymiz. Bunga bosh bo'lib turgan barcha rahbarlarimiz, xosatan muhtaram yurtboshimiz, diniy sohamizga bosh-qosh bo'lib turgan muhtaram muftiy hazratlarini olib borayotgan faoliyatlariga Alloh o'zini rahmatlarini, barakotlarini, muvaffaqiyatlarini yog'dirishligini, xalqimiz uchun, dinimiz uchun, xalqimizni diniy ma'rifatini yuksaltirishlik uchun, davlatimizni qudratini har tomonlama mustahkam qilishlik uchun olib borayotgan faoliyatlarni, rohatlarini har ikki olamda kamoli bilan egalari bo'lishlarini Alloh taolo o'zini fazli, inoyati bilan nasib etishligini so'rab qolamiz. Inson jamiyatda yashayotgan eng avvalo hayotini mazmunli o'tkazishlikda unga bir solih oila, ota-onasini salohiyatli bo'lishligi, Xudo bergan jufti halolini soliha bo'lishligi, ayollarga erini solih bo'lishligi,
Xudo bergan farzandlarni ham solih bo'lishligi juda katta ahamiyatga ega. Mana shu hamma tomonlama solih bo'lsa, hayotni o'nqir-cho'nqir yo'llari, hayotni keltiradigan har xil zarbalari, muammolari, qiyinchilik, tashvishlarni hammasini bu solih insonlarning davrasida inson nihoyatda yengillik bilan, osonlik bilan yengib chiqib o'tishligiga yordam beradi. Shu bilan birgalikda insonga solih do'st ham kerak bo'lar ekan. Ba'zi so'zlarimiz bor, o'y fikrlarimiz bor, bemalol uni ahli ayolimizga aytolmaymiz. Ba'zilarni ota-onamiz bilan maslahat qila olmaymiz. Bunaqa holatda o'sha bir solih do'st bo'lsa, shu do'st bilan shu to'g'rida gaplashib, u salohiyatli bo'lganligi uchun to'g'ri yo'lni, to'g'ri ko'rsatmani berishligi mumkin ekan. Bugungi suhbatimiz shu mazmun bilan solih do'st tanlashlikda adashmaylik deb nomlanadi. Muso alayhissalom, bilasiz, bir-birimiz bilan qanday gaplashib turgan bo'lsak, u zot Alloh taolo bilan xuddi shunday bemalol gaplashganlar. Tur tog'iga chiqqanda Allohning ovozini shunday eshitib bemalol gaplashganlar. Har suhbatda Muso alayhissalom olam o'zlariga bir fayz olib, taassurotlar olib, bu suhbatlardan o'zlarini ruhoniyatlarini qancha tetiklashtirib olsalar, u kishi bilan suhbatlashadigan odamlarga ham shunchalik chiroyli ta'sir qiladigan fazilatlarni egalari bo'lganlar. Allohdan ko'p hukmlarni to'g'ridan to'g'ri ishorasini olganlar. Rivoyat qiladilarki, bir kuni Alloh taolo ya Musa ma sana'tali deb so'ragan ekan. Ey Muso, men uchun nima qilding? Muso alayhissalom darrov so'zamonlik qilib, ey Alloh, namoz o'qidim, sanga iymon keltirdim, saxovat qilishlikni xohladim, yetimlarni boshini silayapman, yana ancha amallarni etdilar. Alloh taolodan nido bo'ldiki, ey Muso, iymoning o'zingni jannatga kirishing uchun, menga banda ekaningni isbotlash uchun, hujjat bo'lish uchun o'zingga kerak. O'qigan namozing qabrda senga hamroh bo'lishi uchun, qabringni nurga to'ldirishi uchun o'zingga kerak. Qilgan saxovating, yetim yesirlarni boshini silaganing qabrdagi yu do'zaxdagi har xil azoblarga parda bo'ladi. Bergan zakoting Filsirot ko'prigida senga parda bo'ladi, bemalol o'tib ketishingga yordam beradi. Zikrlaring senga nur bo'ladi, qabringda nur, qiyomatda nur. Bas ma sana'tali, bas meni uchun nima qilding? Muso alayhissalom o'ylanib qoldilar. Javob topolmadilar. Shunda ey Robbim, sen aytgin menga, sen uchun qilishim kerak bo'lgan ishni aytgin, men qilay o'shani dedilar. Alloh taolo hal ittaxazta
sadiqan li dedilar. Ey Musa, men uchun bandalarimdan bir odamni do'st tutdingmi dedilar. Alloh. Musa alayhissalom faqat men bo'lsam bo'ldi deb qolgan ekanlar-da. Alloh bo'lsa bo'ldi deb qolgan ekanlar. Alloh men uchun do'st tutdingmi deb do'st tutishlikka buyurdi. Do'stlarning maqomi bu dunyoda qancha zarurligini bir qismini hozir zikr qildik. Ota-onangizga, ahlingizga, bolangizga aytolmaydigan gaplar bor. Uni do'stingiz bilan bemalol maslahatlasha olasiz. Buni ayta olasiz. Bundan tashqari do'stni qiyomat kunida ham foydalari bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam al-mar'u ala dini sadiqihi. Kishi o'zini do'stini dinida bo'ladi. Buni ma'nosi haqiqatda musulmon bo'lsa musulmon bo'ladi degan ma'noni bildiradi-yu. Bu yerda u odam yaxshi bo'lsa do'stiga qarab yaxshi bo'ladi. Do'sti yomonlardan bo'lsa, bu ham o'sha yomonga qo'shilib ketadi degan. Hazrat Mashrab buvamiz o'zlarini bir ajoyib baytlarida yomonni yaxshisi bo'lguncha yaxshini yomoni bo'l deydilar. Yomonni yaxshisi baribir yomon. Baribir yomon. Nima qilsa ham baribir u anu yomonlardan. Uni qilgan yaxshiligini tegida qancha zarar ziyon bo'lishi mumkin, Alloh saqlasin. Lekin yaxshini yomoni baribir undan yaxshilik chiqadi. Yaxshiligini yaxshi eplolmasa-da, lekin uni harakati, uni maqsadi yaxshilik bo'ladi. Shuning uchun yaxshini yomoni bo'l deb aytyaptilar. Do'stimiz yaxshi bo'lishligini, do'stimiz solih bo'lishligini istashimiz, harakat qilishimiz bizga har ikki olamda ko'p foyda keltiradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Sadaqallohul azim. Alloh bu oyatida do'stlar, halil deb orasidan qil o'tmaydigan, orasidan biron bir gap so'z o'tmaydigan eng yaqin do'stlarni aytilar ekan. Do'stiga o'zini qanday ishonib topshirsa, u do'sti ham o'zini shunday topshira oladigan do'sti. Shuni ko'pligi ahillo deyilar ekan. Alloh aytayotdiki, bir-biriga dushman bo'ladi qiyomat kuni. Dushman bo'lganda ham juda noxush dushman bo'ladi. Faqat taqvodorligina unaqa emas. Taqvodor bo'lsa, ahillo do'stlar, ular bir-biri bilan qiyomat kunida ham o'sha do'stlik rishtasini yana ham mustahkam qiladi. Hozir do'stlarimiz ko'p, alhamdulillah. Ba'zilar bog'chada birgan, katta bo'lgan bog'chadoshlari bilan ham bordi keldi qilishadi, do'stlashishadi. Sinfdoshlar, kursdoshlar,
armiyada birga bo'lib kelgan safdoshlari, hajda birga bo'lgan, yana boshqa safarlarda birga bo'lganlar bir-biri bilan juda do'st bo'lib olishadi. Gaplar o'ynashadi. Bir-birini xursandchilik kunida, xafachilik kunida hol-ahvol so'ragan bo'ladi. Bunaqa do'stlarimiz juda ko'p. Mayli, sifati bo'lmasa ham ko'payursin. Lekin haqiqiy do'st kim? Hasan Basri rahmatulloh alayhi aytadilarki, haqiqiy do'st, ya'ni Alloh uchun tutilgan do'st seni doim Allohni eslab turishingni talab qiladi. Allohni eslatib turadi. Mana bu ishing halol, mana bu ishing harom. Gunoh bo'lyapti. Bunaqa qilmagin deb sizni to'g'ri yo'lga chaqirib turadigan do'st bo'lar ekan. Noto'g'ri yo'lga ketayotgan bo'lsangiz to'xtatar ekan. O'zini yomon ko'rsatsa ham sizni to'g'ri yo'lda Allohning oldida yuzingiz yorug' bo'lishligiga sabab bo'ladigan ish qilib harakat qilar ekan. Alloh uchun yaxshi ko'radi. Shuning uchun o'ziga yaxshi ko'rgan narsani eng avvalo shu do'stiga ham yaxshi ko'radi. Dunyoda Allohning yodidan, Allohga toat qilishlikdan ko'ra yaxshiroq narsa bormi? Yaxshiroq narsa do'stiga ham shu narsani, ya'ni Allohning yodini qilishlik vaqtida ibodatini qilishlikni unga ham buyurishlik. Yomonlikdan qaytarish. Boshiga xursandchilik kelsa, xursandchiligiga ham nafas bo'ladi. Boshiga biror bir tashvish, musibat kelsa, unga hamdard bo'ladi. Quruq hamdard emas, qo'lidan kelgancha uni og'irini yengil qilishga harakat qiladi. Uni xursandchiligi bilan xursand bo'ladi, uni xafa qilgan narsa bilan xafa bo'ladi. Hasan Basri rahmatulloh alayh mana shularni haqiqiy do'sti sifatlari deb tavsiya qildilar. Yuqoridagi oyat karimani o'qib tafsir qilganlaridan keyin jim bo'lib qolib, keyin so'z boshlagan ekanlarki, qiyomat kuni bo'lsa, jannatlarni Alloh jannatiga kirgizganda, jannatdagi ne'matlarni ko'rib hamma oshiq bo'lib jannatdagi ne'matlar bilan ovora bo'lib qolishar ekan. Uni tomosha qilgan, buni olib ko'rgan, ushab ko'rgan, abadiy mazza qiladigan joyimizga keldik deb juda xursand bo'lib, bu ne'matlarni ko'rib, tomosha qilib, bir oz o'ziga kelgandan keyin yon atrofiga qarashni boshlaydi. Men buni taniyapman, bu palonchi ekan, bu tugunchi ekan deb do'stini qidirib qolar ekan. Do'sti yo'q. Alloh farishtasini jo'natar ekan. Bu nimaga holi boshqacha bo'lib qoldi? Hasal xafaro bo'lyapti. So'ragin deb. Senga nima bo'ldi desa, dunyoda yashaganimda meni bir do'stim bor edi. Allohni eslatib turardi menga. Ibodatimni eslatib turardi. Meni yaxshilarga qo'shilishimni talab qilardi. Yomonlardan himoya qilardi. U bilan bo'lsam, dunyoning hamma yaxshiliklari menga tatirdi. Kamchilik, musibat, qattiqliklar kelib qolsa, do'stim yonimda bo'lsa, menga u narsa bilinmasdi. O'sha do'stimni topa olmayapman.
agar Allohim men turgan jannatdan baland maqomga ko'tarib qo'ygan bo'lsa, roziman. Lekin jannatni bu ne'matlari menga tatimiy qoldi. Alloh bildirar ekanki, seni do'sting rasvo ekan. Eng rasvo odam ekan. Uni qilgan ishlarini sen bilmas ekansan. Alloh uni do'zaxga hukm qildi. Uni so'rama desa, haligi do'sti, ey Alloh, bu do'stim beni seni tanitardi. Seni eslatardi. Birga senga ibodat qilishlarni meni yo'l ko'rsatardi. U siz menga endi bu jannatning ne'matlari tatmayapti. Menga uni olib kelib ber deb yig'lab turar ekan. Jannatda armon bo'lgan narsa bo'lmaydi degan Allohning va'dasi bo'lar ekan. Do'stini olib chiqib qo'shinglar bunga deb Alloh buyurar ekan. Do'stini shafoati bilan haligi inson jannatga kirib olar ekan. Ben bu so'zni Rasulullohdan eshitganman deydilar Hazrat Hasan Basri. Keyin ko'zlaridan yosh to'kildi. Odamlarga qarab aytdilarki, mabodo jannatga kirib sizlar ham foydalanib qolsanglar-yu, meni topolmay qolsanglar, meni so'ranglar. Meni ham so'ranglar, Alloh meni ham jannatiga kirgizsin sizlar bilan deb yig'ladilar. Do'stimiz ana shundoq do'st bo'lsin. Do'st sizni husni jamolingizga do'st. Hozirgilar. Do'st sizni pulingizga do'st. Sizni mansabingizga do'st. Xunuk gapu, lekin bor gap, xotiningizga do'st. Xunuk gap bu oxirgi gap, lekin hayotda bo'lib turgan narsa bu. Bunaqa do'stlardan ketish kerak. Bunaqa do'stlarni ko'rishini to'g'rilab qo'yish kerak. Bu sizga bu dunyoda ham zarar ziyon keltiradi, oxiratda ham yoqingizga osiladi. Ibodatga, Allohning toatiga chorlaydigan do'st bu haqiqiy do'st bo'ladi. Alloh hammalarimizga ana shundoq o'zini tanitadigan, o'zini eslatadigan, doim yodi bilan bo'ladigan do'stlarni ro'para qilsin.